Assalomu alaykum. Hozir mana bemorni ko'rish jarayonidamiz. Bu bemorimiz 62 yoshda, Qirg'iziston Batken oblasidan kelganlar. Birinchi navbatda kompyuter diagnostika orqali ichki organlardagi o'zgarishlarni aniqlab olamizda. Qo'shimcha wood lampa orqali tekshirib ko'rganimizdan keyin hamma xulosalarni jamlashtirib, bemor bilan lecheniya ustida maslahatlashiladi. Bu apparatimiz Manicure professional apparat hisoblanadi. Rossiyada ishlab chiqarilgan. Yaponlar bilan совместно ishlangan apparat bo'lganligi hisobiga ichki organlar holatini tekshiriladi birinchi o'rinda. Qo'shimcha bemordagi parazit, torch infeksiya, zamburug', bakteriya, o'sha teriga ta'sir qiladigan hamma parazitlar o'rganib chiqamiz. Buni yaxshi tomoni organizmga umuman zarari yo'q. Hech qanaqa nur emas, chastota orqali tekshiriladi. O'shaning hisobiga bemalol 6 oylik chaqaloqlardan boshlab tekshiruv jarayonini amalga oshirsa bo'ladi. Vitiligo kasalligini diagnostikasi uchun wood lampadan foydalanamiz, ya'ni boshqa kasalliklardan farqini aniqlash uchun. Masalan, oddiy lisha yoki bo'lmasa temiratki yoki oddiy hol bo'lishi mumkin yoki-da o'sha aniq vitiligo bo'lsa, bunda svetni o'chirgan holatda bemorning dog'larini ko'radigan bo'lsak, mana bunaqa yarqiy reaksiyani ko'rishimiz mumkin. Svet olingan holda xiralashadi. Wood lampani yoqqan paytimiz bu dog'larda aniq chegaralarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agarda bu vitiligo emas, oddiy temiratki yoki lishay bo'ladigan bo'lsa, wood lampa yongan paytda bunaqa yarqiy dog'lar ko'rinmaydi. Qo'lingiz ichki tarafini olsiz, qo'lingizni ham ko'ramiz. Bunday ko'rasiz. Hozir kelgan bemorimizni wood lampa orqali ko'rdik. Общий kompyuter diagnostika qildik. Endi hamma xulosalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu sog'lom odamning diagrammasi. Ko'ryapsizmi? Bu sizniki. O'zi shu farqni o'zi ham ancha-muncha ma'lumot beradi. Hozirgi diagnostikadan shuni tushunish mumkin. Bosh miyada nagruzka ko'p chiqyapti, oshqozonda yallig'lanish bor, qarangizki, oshqozon osti bezida ham, yurakda quvvat kam, yo'g'on ichakda shlaglanish ko'p. O't qopimiz yo'qligi hisobiga jigar nagruzka bilan ishlayapti ozroq. Prostatada ozroq shamollash bor, pochkada tuzlar chiqyapti. Ozroq gormonal narusheniya bor, ichki buqoqiz bor. Bular hammasi bir-biriga ta'sir qiladi. Hozir vitiligo, ya'ni dog'dan tashqari ham bizda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 xil kasallik borda qo'shimcha. Vitiligo bilan 11 xil, parazitlar bilan 12 xil. O'shaning uchun organizm kurashyapti, kuchi yetmagandan keyin iloji teriga beraveradi. Qo'pol qilib aytganda, bitta odam bilan urishsangiz, kuchingiz yetadi. 5-6 kishi bo'lsa kaltakishingiz aniq. Organizm holati hozir shunaqa. Bu yillar davomida bu kasalliklar sekin-sekin sizda o'zi shakllanib borgan, yoshligingizda bo'lmagan-ku vitiligo. Ma'lum bir muddat yetgandan keyin chiqishni boshlagan. Chunki bu narsalarga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Bosh og'rig'iga, yurakda quvvat kamligiga yoki bo'lmasa o't qopi oldirib tashlagandan keyin jigarni reabilitatsiya qilib turish kerak ma'lum bir muddatda. Bu narsalarga bizni mentalitet har doim o'zini borib tekshirtirib, qo'shimcha lecheniya olib turmaganligi hisobiga organizm zo'riqib qoladi-da. Bu zo'riqishlar borib kimdadir psoriaz, kimdadir dog', kimdadir soch to'kilishiga olib keladi. Hozir endi mana shu yerda tekshirgan hamma kamchiliklarimiz bo'yicha общий lecheniya qilinadi. Asabizdagi o'zgarishlarga asab tinchlantiruvchi dori vositalar qo'llaymiz. O't qopi yo'qligi hisobiga jigar nagruzka bilan ishlayapti. Jigarni tiklovchi gepatoprotektor vositalar qo'llaniladi. Qo'shimcha prostatangizdagi shamollashga, yuragingizni quvvatlantiruvchi, umumiy общий ko'riklaychi lecheniyalar qilinadi. Plus teriga o'sha plazma terapiya o'zingizni qoningizga aralashtirib, Izraeldan dori keladi. Melanosit hujayralarini o'zingizni qoningizga qo'shib, terini oqargan joylarga jo'natamiz. Kichkina igna orqali. Plus ekzimer degan lazerimiz bor. Qo'shimcha 311 nanometrli fototerapiya apparatlari bor. Teriga mahalliy davo muolajalari qo'llaniladi. O'sha 10 kun davomida hammasi parallelni ketadi. Ham ichki organlar общий lecheniyasi ketadi, qo'shimcha teri lecheniyasi davom ettiriladi. O'shanda ham ichki ham tashqi tomondan kurashganimiz hisobiga terida tezroq natijaga erishamiz. Faqatgina terini o'ziga qilaversak, ichkarida ma'lumcha shikoyat turgani bilan terida o'zgarish qilishimiz qiyin. O'shaning uchun ham ichki tomondan ham tashqi tomondan qilishimiz bizga tezroq natijaga erishishimizga yordam beradi.